Mana tuxum. Ye shuni. Ayasi bir haftadan beri tuxum qovurib beryapsan. Men tovuq aylantirmoqchimisan? Odamlarni xotiniga o'xshab osh qilib bergin-da, osh yeylik. Hali osh yegilari kelib qoldimi? Kunda kunora o'rtoqlaringiz bilan dumlamalay yeysiz, shashillar yeysiz, oshlar yeysiz. Ayda biz yegan tuxumdan ham keng endi. Seni tiling chiqib qopti ayasi. Seni ayam gazingni qo'shib ketmasa, senlarni kaliting qaynada. Qarab turgin. Allo. Aya, yaxshimisiz? Biz yaxshi emasmiz-da. Keliningiz rosa sizni hidingizgacha sog'inibdi. Bir gazini qo'shib qo'ying mana. Mana. Kim? Oyjonmi? Voy oyjonim, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Voy oyjon, kelmaysizlarmi? Sog'inib ketdim. Qaqras bugun osh qilganman. Ah, hidlarimni tuxumlar ham qo'shganman oyjon. Voy o'g'lingiz bilasiz, jicha narsaga qizishib ketaveradilar. Ah, hozir kelinimni xafa qilma, qisib o'tir, eshak. Oyjon, kelinglar, xo'pmi? Bo'pti, sog' bo'ling. Yomon xamilyonsan ayasi. Ikki tarafga qanaqa ulgurib rol o'ynaysan? Ajab bo'pti. Bor suvlonga o'xshamasdan eshik jiringlayapti, qara. Yo'qol. Assalomu alaykum otajon. Yaxshimisizlar qizim? Yaxshi. Qana uni darmetkiyo. O'tiribdi, dangasa ish yo'qmas, ish buyurib. Ha, va sota qo'za. Assalomu alaykum ishongan bog'im, suyangan tog'im, jonajon qaynatam. Uzra ozgina kitob mutolaa qilayotgandim. Mana shu yerda ham yozibdi. Otalar poyidan cho'lpillatib o'pish kerak debdi. Hosila Rahimova. Dadajon, xush kelibsiz. Qaysi deraza ochiq qoldi ekan, fayzi baraka kiryapti uyimizga desam, qaynatam dadajonim kelibdi-da. Yaxshi ko'rgan kuyovimsiz. Siz kelganingiz biz uchun bayram. Ayasi, oshni ding'illab tezroq. Dadajon, hayotda bunday narsalar bo'ladi. Juda xursand bo'laman biz uyda.